O'zbekistonda oltin narxi oshishda davom etmoqda. Markaziy bank 26-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 9:41 holatiga oltin quymalarini sotish va sotib olish narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 5 grammli oltin quymaning narxi 9 793 ming so'mdan 10 36 ming so'mga oshdi. Uni qaytarib sotib olish narxi esa qadog'i but holatda 9 322 ming so'mdan 9 554 ming so'mga, talablarga mos kelmaydigan holatda 9 228 ming so'mdan 9 457 ming so'mga ko'tarildi. Bundan tashqari 100 grammli oltin narxi bugungi kunda 200 728 ming so'mni tashkil qilmoqda. Shu bilan birga Markaziy bank xalqaro qimmatbaho metallar bozori konjunkturasidan kelib chiqib, narxlar kun davomida qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Jahon bozorida ham oltin narxi tarixiy rekordni yana bir bor yangiladi. 26-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:30 holatiga oltin narxi 1 unsiya uchun 5072 dollarni tashkil etdi. Yanada ko'proq moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.